bugun eng arzon. Va eng qimmat hot-doglarni solishtirib ko'ramiz. Hali bo'lmasam ketdi. Pa! Hotmanizdan hot-dogimiz tayyor bo'ldi. Narxi 6 ming so'm ekan. Hozir mazasiga baho beramiz. Mazasi zo'r, o'sha har doimgi hamma maktabda aytilgan futbolchi mazasini beryapti. Lekin 6 mingga bemalol arziydi. Olishinglarga maslahat beraman. Akalar, lokatsiyani tushuntiraman. Mana bu yoq sayramdan kevurish. Bu yoqda bo'lsa chaykani chap tomonda mana aka. Mix food. Kevrasiga. Qopqanisida xuddi so'mdan oldik. 60 millik xuddi. Ichida lekin boki daffigina solingan deyman. Hamma narsa sotadi. Hozir men buni yeyishni o'ylayapman boki. Og'zingizga harimtib. Ichida shorbasi ham bor, sochli ham bor, taklif ham bor, hamma narsa bor. Boyga 60 millik so'mda. Buni pishib qo'yganida tashqi bo'ladi. Noni bo'ladi. Bunda bo'lsa уже o'zarcha qilib hammasini aralashtirib berishgan. Xuddi go'shti zo'r. Yonam albatta to'yadi. Bu narsani kamerachi yemaydi. Kamerachi ham odammi? Hop, hot-dogimizni ham yeb bo'ldik. Qisqacha lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, bu yoq taraf Haytavon mol, bu yoq taraf bo'ladigan bo'lsa, Chinobod sanatoriyasi. Shuni to'g'risida joylashgan ekan. Kelinglar yeb qo'yinglar, ato 60 millik hot-doglar zo'r ekan. Bitta yegandan keyin menimcha butun kun davomida juda qorninglar ochmaydi. Vaqti zo'r ekan yo'q.